Sanoat sohasida mahsulotlarning hajmini aniqlash uchun turli xil miqdor aniqlash sensorlari qo'llaniladi. Bugun siz bilan sanoatda qo'llaniladigan turli xil miqdor aniqlovchi sensorlar haqida gaplashamiz. Daraja sensorlarini ikki toifaga ajratish mumkin. Bir nuqtadagi miqdorni o'lchash va uzluksiz miqdorni o'lchash. Bir nuqtadagi miqdorni o'lchash mahsulotning ma'lum bir nuqtada mavjudligini bildiradi. Uzluksiz miqdorni o'lchash esa mahsulotga uzluksiz signal yuborish orqali uning miqdorini ko'rsatadi. Bir nuqtadagi miqdorni ko'rsatuvchi sensorlar turiga sig'imli, optik, o'tkazuvchili, tebranuvchi va suzuvchi kalitli sath o'lchov sensorlari kiradi. Uzluksiz miqdor sensorlariga ultratovushli va radar mikroto'lqinli sensorlar kiradi. Hozir ular qanday ishlashi va qo'llanishini ko'rib chiqamiz. Keling birinchi bo'lib bir nuqtadagi miqdorni aniqlash sensorini ko'rib chiqamiz. Hozir sig'imli daraja ko'rsatuvchi sensorlarni ko'rib chiqamiz. Sig'imli sensor elektr maydonni hosil qiladi va mahsulot miqdorini ushbu elektr maydon ta'siri orqali aniqlaydi. Ushbu sensorlar kichik, boshqa sensorlarga qaraganda arzonroq, mahsulotlarga zarar yetkazmaydi. Aniq va harakatlanuvchi qismlarga ega emas. Biroq ularni kalibrlash kerak va ular faqat ma'lum suyuqliklarni aniqlaydi. Sig'imli sensorlar suyuqlik saqlash tanklarida ishlatilishi mumkin. Masalan, suvni tozalash inshootlarida bunday sensorlar ideal foydalanish imkoniyatini beradi. Keyingisi optik daraja sensori. Optik sensorlar yorug'lik nurlarini elektr signallariga aylantirish orqali ishlaydi va uni o'lchovga aylantirib beradi. Bu sensorlarning harakatlanuvchi qismlari yo'q. Ular yuqori bosim yoki haroratga ta'sir qilmaydi. Kichik o'lchamda bo'lib, suyuqlik moddalar saqlanadigan joylarda ishlatiladi. Lekin bu sensorlarning optik oynasi kir yoki boshqa narsalar yopishib qolsa, uni tozalash kerak bo'ladi. Hozir ko'rib turganingiz past miqdor ko'rsatish sensori. Bu past miqdor ko'rsatish sensori tankning yoki biror bir suyuqligi bor qurilmaning ichidagi suyuqlikni tugab qolishi haqida ogohlantiradi. Yana bir daraja aniqlash sensorlaridan biri elektr o'tuvchi sensoridir. Elektr o'tkazuvchi sensori tank yoki boshqa biror bir idish ichidagi o'rnatilgan uzun naysimon qurilma orqali elektr o'tkazuvchanlikni o'lchaydi. Naysimon qurilmada ikkita elektrod bor va ularga o'tkazuvchan tok uzatiladi. Suyuqlik zondni qoplaganda uning suyuqlik elektrodlari elektr zanjirining bir qismiga aylanadi va elektr toki oqishini ta'minlaydi. Elektr o'tkazuvchi daraja sensorlarining afzalliklari hech qanday harakatlanuvchi qismlarga ega emas, arzon va foydalanish uchun qulay. Kamchiliklari esa mahsulot faqat elektr tokini o'tkazuvchi mahsulot yoki moddalarni sezadi va zond vaqt o'tishi bilan korroziyaga uchraydi, ya'ni yemiriladi. Bu esa vibratsiyali sath sensorlaridir. Bir nuqtadagi sathni ko'rsatuvchi sensorlarning yana bir turidir. Ular yalpoq ikki tishli sanchqich shaklida bo'lib, sath mana shu vibratsiyali sensorlarga yetganda tebranishi kamayadi va sensor signal yuboradi. Ular sezuvchan bo'lib, mahsulot bilan aloqa qilish kerak. Ushbu sensorlar o'rnatish uchun qulay va deyarli texnik xizmat talab qilinmaydi. Ushbu sath o'lchash sensorlarini bir qancha sohalarda qo'llash mumkin. Masalan, konchilik, ichimlik sanoati hamda kimyoviy sanoatda qo'llash mumkin. Biz ko'rib chiqadigan oxirgi bir nuqtadagi sath o'lchash sensori bu suzuvchi kalit sensor hisoblanadi. Bu suzuvchi kalit sensori suyuqlik sathga ko'tarilganda yoki pasayganda harakatlanadi. Bunda sath sensor kalitiga yetganda elektr zanjir qo'shiladi va sath tushgan vaqtda kalit elektr zanjirdan uziladi. Shu tariqa signal beradi. Suzuvchi kalitli sath sensorlarining afzalliklari shundaki, u quvvat talab qilmaydigan qurilma hisoblanadi. Bu to'g'ridan to'g'ri ko'rsatkich beradi va narx jihatdan arzon. Kamchiliklari shundaki, bu turdagi sath ko'rsatish sensorlari harakatlanuvchi qismlarga ega va katta hajmda bo'lishi mumkin. Suzuvchi kalitli sath sensorlari sezuvchanlik darajasi pastroq bo'ladi. Ular o'zgaruvchan darajani o'lchay olmaydi. Suzuvchi kalitli sath
o'lchash sensorlari asosan sanoatda suyuqlik saqlash tanklarini sathini o'lchashda ko'proq qo'llaniladi. Endi siz bilan uzluksiz ishlovchi turiga kiradigan sath o'lchash sensorlari haqida gaplashamiz. Bunday sath o'lchash sensorlari ultratovushli sath o'lchash qurilmasi deb ataladi. Ushbu sensorlar ultratovush to'lqinlarini yuborish va qabul qilib olishga ketadigan masofani hisoblab, tank sathini ko'rsatib beradi. Ushbu sath sensorlarining harakatlanuvchi qismlari yo'q. Bu datchiklarning kamchiligi shundaki, ular qimmat bo'lishi mumkin va ba'zi hollarda atrof muhit ularga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ultratovushli sath o'lchovchi datchiklarning afzalliklari shundaki, ular kontakt talab qilmaydigan qurilmalardir. Ular o'lchayotgan suyuqlik, modda xususiyatlari ta'sir qilmaydi va o'zlarining vibratsiyalari tufayli o'zini o'zi tozalash xususiyatiga ega. Ultratovushli sath datchiklarining amaliy misol sifatida asfalt tankini keltirib o'tamiz. Ultratovushli sath o'lchagich tankining yuqori qismidagi o'rnatilgan va asfaltdan chiqadigan issiqlikdan uzoqda bo'lib, tank sathini aniqlashga xizmat qiladi. Keyingi sath o'lchovchi apparat radar yoki mikroto'lqinli sath o'lchash apparati deyiladi. Bu datchiklar radar antennasi orqali mikroto'lqinlarni tarqatadi. Bu o'lchash apparati tanklarning ustki qismiga o'rnatilgan bo'lib, o'lchanayotgan mahsulot tomon mikroto'lqinlar yuboradi va qabul qilib oladi. Mikroto'lqinlarni yuborish va qabul qilib olish orasidagi vaqt bir xil bo'ladi. Shunday qilib, tankning sathini ko'rsatib beradi. Bu o'lchov sensorlarining afzalliklari: bu o'lchov sensorlari harorat, bosim yoki changdan ta'sirlanmaydi. Ular suyuqliklar, qattiq moddalar, kukunli moddalarning sathini o'lchay oladi. Bu turdagi o'lchov sensorlari juda aniq ishlaydi va kalibratsiya qilinmaydi. O'lchanayotgan mahsulot bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqa talab qilmaydi. Radar sath o'lchovchi sensorlarining kamchiliklari qimmatligi va aniqlash diapazoni cheklanganligi hisoblanadi. Ishlab chiqarish zavodlarida mahsulot sathini o'lchash uchun ultratovushli yoki radar mikroto'lqinli sath o'lchash datchiklarini ishlatish mumkin. Bugun biz turli xil sath o'lchovchi datchiklar va ularning qo'llanish usuli haqida gaplashdik. Bu turdagi sath o'lchovchi datchiklarni tanlashda qanday mahsulotni o'lchayotganingiz va qanday ma'lumot talab qilinayotganligini aniqlash muhim hisoblanadi. Suzuvchi kalitli, sig'imli, optikal, elektr o'tkazuvchilik va vibratsiyali o'lchov sensorlari tank yoki idishdagi mahsulotni kam yoki ko'p miqdorda ekanligini ko'rsatish uchun ishlatilishi mumkin. Ultrasonik va radar mikroto'lqinli sath datchiklari esa tank yoki idishdagi mahsulot miqdorini aniq o'lchab ko'rsatib beradi.